Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va yaqinlarining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 1 avgustdan keyin indeksatsiya bo'lsa, pensiya va nafaqalarda yangi summa qanday hisoblanadi? Kimning puli oshadi? Kim kutgandan kamroq olishi mumkin? Kim esa albatta tekshirtirishi kerak. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki bir necha ming so'mlik farq ham oy oxirida dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatida seziladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy tilda raqamlar bilan tushuntirib boraman. Asosiy masala shuki, ko'pchilik indeksatsiya deganda hamma odamga bir xil miqdorda pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Indeksatsiya odatda foiz bilan belgilanadi. Demak, kimning pensiyasi avval ko'proq bo'lsa, uning oshgan summasi ham ko'proq ko'rinadi. Kim eng kam miqdorga yaqin pensiya olsa, uning pensiyasi eng kam belgilangan chegaragacha yoki belgilangan foiz bo'yicha oshiriladi. Shu joyda ko'p tushunmovchilik paydo bo'ladi. Bir kishi 1,5 ming so'm qo'shildi deydi. Boshqasi 1,8 ming so'm qo'shildi deydi. Yana bir meniki atiga 9 ming so'mga oshdi deydi. Bu farqda bo'lishi ham mumkin. Lekin ko'p hollarda hisoblash tartibi turlicha bo'lgani uchun shunday chiqadi. Oldin qanday edi? Pensioner har oy o'ziga tayinlangan pensiyani olardi. Bu summa uning ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlari, ustamalari, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holatiga qarab sharhlangan bo'ladi. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya oladi. Boshqasi nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchi odam boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Ularning hammasiga bir xil nom bilan pensiya deyiladi, lekin hisoblash ichida farqlar bor. Endi nima o'zgardi? 1 avgustdan boshlab indeksatsiya qo'llanganda davlat tomonidan belgilangan pensiyalar, ayrim nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda eng muhim savol: mening yangi summam qancha bo'ladi? Men buni oddiy formula bilan tushuntiraman. Agar sizning pensiyangiz 1 avgustgacha 1,2 ming so'm bo'lgan bo'lsa va indeksatsiya 10% bo'linsa, yangi hisob kitob 1,2 ming so'mga 1,2 ming so'm qo'shiladi degani. Natijada 1,2 ming so'm bo'ladi. Agar indeksatsiya 2% bo'lsa, 1,4 ming so'm qo'shiladi va summa 1,304 ming so'm bo'ladi. Agar 15% bo'lsa, 1 ming so'm qo'shiladi va yangi summa 1,3 ming so'm bo'ladi. Men bu raqamlarni misol sifatida keltiryapman. Chunki eng to'g'ri natija sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi bazaviy summa, ustama va to'lov turiga bog'liq bo'ladi. Lekin prinsip bitta. Yangi summa eski summaning ustiga belgilangan oshirish miqdorini qo'shish orqali aniqlanadi. Shu sababli qo'shningizning puli bilan o'zingiznikini bevosita solishtirib, darrov xulosa chiqarmang. Avval o'zingizning eski pensiya summangizni, ustamalaringizni va qanday turdagi to'lov olayotganingizni aniqlab oling. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, indeksatsiya hamma to'lovga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Pensiyaning asosiy qismi oshiriladi, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Masalan, kimdadir yoshga doir pensiya bor, ustiga parvarish puli, kompensatsiya yoki boshqa mahalliy qo'shimcha bo'lishi mumkin. Pensioni umumiy qo'liga 1,6 ming so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin indeksatsiya aynan shu umumiy summaning hammasiga emas, balki pensiyaning hisob-kitob qilinadigan qismiga qo'llanishi ehtimoli bor. Shuning uchun odam men 1,6 ming olardim. IBJ foiz bo'lsa 2,4 ming qo'shilishi kerak edi deb o'ylaydi. Amalda esa indeksatsiya faqat 1,3 ming so'mlik asosiy qismga qo'llansa, qo'shimcha 2,2500 so'm atrofida bo'ladi. Mana shu farq ko'pchilikni chalg'itadi. Ikkinchi muhim masala, eng kam pensiya miqdoriga bog'langanlar. Agar pensionerning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, davlat belgilagan eng kam darajadan kam to'lanmasligi kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Bunday pensionerlar uchun yangi summa oddiy foiz qo'shishdan tashqari eng kam chegara bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, odamning ish staji kam, ish haqi hujjatlari to'liq emas yoki ayrim davrlar tasdiqlanmagan. Natijada uning hisoblangan pensiyasi past chiqadi. Lekin amaldagi tartib bo'yicha unga minimal darajaga yetkazib to'lash qo'llanishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin eng kam miqdor oshsa, bunday odamning puli ham shu yangi minimal darajaga moslashtiriladi. Uchinchi masala,
bank kartasiga tushgan pul bilan tayinlangan pensiya summasi bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ba'zi pensiyalarda aliment, kredit, qarzdorlik, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa ushlab qolishlar bo'ladi. Masalan, pensiya hujjatida 1 million 500 ming so'm, lekin kartaga 1 million 350 ming so'm tushadi. Odam menga kam to'lashdi deb o'ylaydi. Aslida 120 ming so'm ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab emas, pensiya jamg'armasidagi hisob varaqasi yoki ma'lumotnoma bo'yicha tayinlangan summa ham tekshiriladi. Endi bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Anvar aka olim 8 yoshda, yoshga doir pensiya oladi. 1 avgustgacha uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm edi. Agar indeksatsiya 10% bo'lsa, bu 1 ming so'm qo'shiladi va yangi summa 1 million 2 ming so'm bo'ladi. Agar ingish foiz bo'lsa, 132 ming so'm qo'shiladi va 1 million 232 ming so'm bo'ladi. Agar 25% bo'lsa, 165 ming so'm qo'shiladi va 1 million 265 ming so'm bo'ladi. Bu oddiy holat, chunki asosiy pensiya bor va ushlab qolish yo'q. Ikkinchi misol. Dilbar opa 72 yoshda, pensiyasi 970 ming so'm edi. Lekin u minimal darajaga yaqin summa oladi. Indeksatsiya qo'llanganda uning puli faqat 95 ming so'mga oshishi shart deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar yangi minimal pensiya darajasi undan yuqoriroq belgilansa, uning pensiyasi shu chegaraga yetkazilishi mumkin. Masalan, foiz bo'yicha 1 million 1 ming so'm chiqdi. Lekin yangi minimal kafolat 1 million taqriban ming so'm deb belgilangan bo'lsa, amalda unga 1 million taqdir ming so'm hisoblanishi mumkin. Shu sababli minimal to'lov oladiganlar alohida tekshirib ko'rish kerak. Uchinchi misol. Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi 1 million 400 ming so'm, ustiga ayrim kompensatsiya to'lovi bor. U jami 1 million 500 ming so'm olayotgan edi. Indeksatsiya 25% deb olinsa, u 1 million 500 mingning 25% 232 ming 500 so'm. Demak, men 1 million 762 ming 500 so'm olishim kerak deb hisoblaydi. Lekin agar oshirish faqat 1 million 400 ming so'mlik asosiy pensiyaga qo'llansa, qo'shimcha 2 ming so'm bo'ladi. Natijada umumiy summa 1 million 706 ming so'm atrofida chiqadi. Bu xato emas, bu hisoblash bazasi boshqacha bo'lgani uchun. To'rtinchi misol. Malika opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzandi uchun oladi. Bunday holatda to'lov bir shaxsning yoshga doir pensiyasiga o'xshab emas, oila a'zolari soni, huquq egasi bo'lgan bolalar, ularning yoshi, o'qishi va hujjatlariga qarab hisoblanadi. Agar farzandlardan biri bo'yinbeki yoshga to'lgan bo'lsa yoki kunduzgi ta'lim haqida ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmagan bo'lsa, indeksatsiya bilan bir vaqtda to'lov tarkibi ham o'zgarib ketishi mumkin. Ona avgustda pul o'shishi kerak edi, nega kam tushdi deydi. Sabab esa indeksatsiya emas, farzandning huquqini tasdiqlovchi hujjat kechikkan bo'lishi mumkin. 5-misol. Rahim aka kartasiga 1 million 300 ming so'm oladi. Indeksatsiyadan keyin 1 million 370 ming so'm kutgan edi. Lekin 1 million 370 ming so'm tushdi. U darhol bankni ayblaydi. Men bunday holatda avval bank emas, pensiya bo'limidagi hisobni tekshirishni maslahat beraman. Chunki bank faqat kelgan pulni chiqaradi. Agar ushlab qolish bo'lsa, agar qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati turgan bo'lsa, agar oldingi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, summa kamayishi mumkin. Bank xodimi sizga pensiya qanday hisoblanganini to'liq tushuntirib bera olmaydi. Buning manbasi pensiya jamg'armasi hisoblanadi. Menimcha, birinchi navbatda pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lganlar tekshirtirishi kerak. Chunki bunday odamlarda yangi minimal chegara, staj ish haqi hujjatlari va qo'shimcha to'lovlar muhim rol o'ynaydi. Agar siz ko'p yillar ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, bu yerda eski ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, arxiv hujjati kiritilmagan yoki ayrim ish davrlari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ayrim holatlarda ishlayotgan pensionerga pensiya to'lash tartibi ustama yoki qayta hisoblash masalasi alohida bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilayotganini tekshiring. Soliq va ijtimoiy to'lov ma'lumotlari elektron tizimlarda aks etsa ham eski davrlar. Arxivlar va qo'lda yuritilgan hujjatlarda xatolar uchrashi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa muddati, nogironlik guruhi qayta ko'rik sanasi.
parvarish yoki qo'shimcha to'lovlar muhim. Agar guruh o'zgargan bo'lsa, muddati uzaytirilgan bo'lsa yoki hujjat tizimga kech tushgan bo'lsa, avgust oyidagi to'lovda farq chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar faqat foizni emas, hujjat holatini ham tekshirishi kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Ayniqsa bola bo'yginbakichi yoshga yaqinlashgan bo'lsa, kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bitta hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi ehtimoli bor. Keyin hujjat topshirilgach, ayrim holatlarda qayta tiklash masalasi ko'riladi, lekin odam 1 oy yoki 2 oy qiynalib qolishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ushlab qolishlar bo'lmasa, kartangiz faol bo'lsa va avgust oyida kelgan summa avvalgisidan indeksatsiya foiziga mos oshgan bo'lsa, ortiqcha yugurishingiz shart emas. Lekin men baribir bir martangi summa bo'yicha ma'lumotnoma olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bugun hammasi joyida bo'lishi mumkin. Ertaga biror masala chiqqanda sizda rasmiy raqam bo'ladi. Agar siz pensiyani naqd shaklda olsangiz ham pochta yoki yetkazib berish jadvaliga bo'lib kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov kunlari hudud bank, pochta bo'limi yoki dam olish kunlariga to'g'ri kelgani uchun bir necha kun suriladi. Bunday paytda birinchi qadam vahima emas. Aniq ma'lumot olish bo'lishi kerak. Eng katta nozik joylardan biri bu oyning qaysi sanasidan hisoblanadi degan savol. Agar indeksatsiya 1 avgustdan kuchga kirsa, odatda avgust oyi uchun yangi tartib qo'llanadi. Lekin to'lov avans, oldindan shakllangan ro'yxat yoki texnik qayta hisoblash bilan bog'liq bo'lsa, ayrim hududlarda farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Bu holatni umumiy qoida sifatida emas, alohida tekshiriladigan vaziyat sifatida ko'rish kerak. Agar avgustda oshmagan bo'lsa, darhol menga berishmadi demasdan, bo'limdan yozma yoki elektron ma'lumot so'rang. Ikkinchi nozik joy. Pensiya qayta hisoblanishi bilan indeksatsiya bir xil narsa emas. Indeksatsiya barcha tegishli to'lovlarni belgilangan foiz yoki tartib bo'yicha oshirishdir. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy holatingizga tegishli. Qo'shimcha staj topildi. Ish haqi ma'lumotnomasi keltirildi. Nogironlik guruhi o'zgardi. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquq egasi soni o'zgardi. Shuning uchun odam indeksiyani kutib o'tirmasdan o'z pensiya ishidagi kamchiliklarni ham tekshirtirishi kerak. 3-nozik joy, eski ish joylari tugatilgan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, kichik korxona yoki xususiy firmada ishlagan. O'sha tashkilot hozir yo'q. Bu ish davri yo'qoladi degani emas. Arxivdan ma'lumot so'raladi. Ba'zida tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv yoki huquqiy voris tashkilotdan ma'lumotnoma olinadi. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, lekin yozuvda muhr noaniq, sana noto'g'ri yoki lavozim tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. 4-nozik joy, familiya o'zgargan ayollar. Nikohdan oldingi familiya bilan ishlagan, keyin familiyasi o'zgargan ayollarda arxiv ma'lumotini bog'lash uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Aks holda arxivda topilgan ish haqi ma'lumoti aynan shu odamga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. Bu pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 5-nozik joy, pensiya plastik kartaga tushadi. Lekin karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Odam pensiyam kelmadi deydi. Aslida karta faol emas yoki bankda hisob bilan bog'liq texnik cheklov bor. Bunday holatda pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, faqat foydalanish qiyinlashgan. Banka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani yangilash kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, eski pensiya summangizni yozib qo'ying. Iyul oyida qancha olganingizni aniqlang. Kartaga tushgan summa, naqd olgan summa yoki SMS xabarini ko'ring. Lekin imkon bo'lsa, tayinlangan pensiya summasini ham alohida bilib oling. Chunki kartaga tushgan summa ushlab qolishlardan keyingi summa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan summani yozing. Eski summa bilan yangi summani solishtiring. Farqni toping. Masalan, iyulda 1.200.000 so'm, avgustda 1.3 so'm tushgan bo'lsa, farq 1 so'm. Bu 15% ga yaqin. Agar iyulda 1.200.000, avgustda 1.206.000 tushgan bo'lsa, farq 6.000 so'm. Bu yerda sababni tekshirish kerak. Indeksatsiya boshqacha bazaga qo'llandimi? Ushlab qolish bormi? To'lov tushmadimi? Yoki texnik qayta hisoblash keyingi oyga qoldimi? 3-qadam,
pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'limiga borishingiz mumkin. Hozir ko'p xizmatlar elektron tarzda ham ko'rsatiladi, lekin murakkab holatda bevosita borib, pensiya ishi bo'yicha tushuntirish so'ragan ma'qul. Siz menga pensiyamning 1 avgustdan keyingi yangi hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot bering deb murojaat qilishingiz kerak. Faqat og'zaki so'rab qaytmang. Iloji bo'lsa, yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. 4-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa olib boring. Mehnat daftarchasi, eski ish haqi ma'lumotnomalari. Arxivdan olingan hujjatlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin hujjat qancha to'liq bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. 5-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, men 1 avgustdan keyin pensiyam indeksatsiya qilingandan so'ng yangi miqdor qanday hisoblanganini tushuntirib berishingizni, pensiyam tarkibi asosiy summa, ustamalar va ushlab qolishlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar sizda shubha bo'lsa, pensiyam qayta hisoblab chiqilishini so'rayman deb ham qo'shishingiz mumkin. Muhimi, umumiy pulim kam deb emas. Aniq talab bilan murojaat qiling. 6-qadam. Javobni saqlab qo'ying. Sizga og'zaki tushuntirish berishlari mumkin, lekin yozma javob yoki ma'lumotnoma kelajakda kerak bo'ladi. Agar hisobda xato bo'lsa, shu hujjat asosida qayta murojaat qilasiz. Agar xato bo'lmasa ham nima uchun aynan shuncha summa chiqayotganini bilib olasiz. Bu esa keyingi indeksatsiyalarda ham o'zingizni himoya qiladi. 7-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p onaxon va otaxonlar elektron tizim, SMS, bank ilovasi yoki ariza yozish masalasida qiynaladi. Farzandlar faqat pul tushdimi deb so'rab qo'ymasdan, yangi summa to'g'ri hisoblandimi? Ushlab qolish bormi? Hujjatlarda kamchilik yo'qmi? Shularni tekshirib bersin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar bunday masalada ko'proq yordamga muhtoj. Men yana bir muhim narsani aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir jadvalga ishonib ketmang. Ba'zida kimdir eski raqamni yangi deb chiqaradi. Kimdir boshqa davlatdagi tartibni biznikiga o'xshatadi. Kimdir foizni noto'g'ri hisoblaydi. Siz uchun eng ishonchli manba rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi ma'lumoti va shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha berilgan hisob-kitobdir. Internetdagi umumiy jadval yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin sizning aniq pulingizni shaxsiy hujjat belgilaydi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan keyin indeksatsiya pensionerlar uchun juda muhim o'zgarish. Lekin yangi summa hammada bir xil oshmaydi. Kimning pensiyasi qancha bo'lgan? Qaysi turdagi to'lov olayotgan? Ustama bormi? Minimal chegara qo'llanadimi? Ushlab qolish bormi? Hujjatlar to'liqmi? Bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Men sizga eng asosiy yo'lni aytdim. Eski summani aniqlang, yangi summani solishtiring, farqni hisoblang. Shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan rasmiy tushuntirish oling va hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kommentariyada yozing. Sizda 1 avgustdan keyin pensiya qancha oshdi? Kutganingizdek bo'ldimi yoki farq chiqdimi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi kerak bo'lishi mumkin.